Doktor, psoriaz yuqadimi? Oltingutli suv haqiqatan ham psoriazga yordam beradimi? Psoriazni butunlay yo'qotish iloji bor. Psoriaz bu avtoimmun kasallik. Psoriaz bu yuqmaydi. Lekin uni davolash kurslari bilan nazoratda ushlab tursa bo'ladi. Stress, noto'g'ri ovqatlanish va sovuq havo uni kuchaytiradi. Kasallikni nazorat qilishda sizga yordam beruvchi omillar: to'g'ri dam olish va stressni boshqarish, sog'lom turmush tarzi va to'g'ri dieta. Bizni dam olish maskanimizda 80 yillik tajribadan o'tgan oltingutli suv, ya'ni serovodorodniy vanna mavjud. Oltingutli suv bu teri kasalliklari turkumiga kiradigan, ya'ni psoriaz, ekzema, teri zamburug'lari, teri kasalliklari, ya'ni nafaqatgina teri kasalliklari bilan cheklanib qolmasdan, organizmingizdagi boshqa muammolar, ya'ni qon tomirlarida yaxshi kengaytirib, tromblarni tozalash va qonni yaxshi aylanishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Quyidagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlarimiz va mijozlarimiz uchun Koinot kasri va Chimyon chashmasida yechimda. Quyidagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va mutaxassislardan bepul konsultatsiya olib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling.